Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz ham qizingizni o'qiting. Jannatga kirmoqchi bo'lsangiz ham qizingizni o'qiting. Qizingiz jannatga olib kiradi. Qiyomat kuni shunday hashr deydi. Mana hashr surasi bor. Odamizodga bir falonda savob yetmayapti senga, birontada qarz olib sen jannatga kirasan desa, xotiniga kelsa ham bermaydi. O'g'liga boriga borsa ham bermaydi. Qizdan so'raganda qiz beradi. Ya otajon, shu narsa sizga lozim bo'lgan bo'lsa, mayli, shuni bilan sizning mangiz to'lsin deb. Qiz farzand ana shunday azizlar. Shuning uchun ularni o'qitish kerak. Mana bizning xalqimizda bitta yomon fikr borki, qizlar deydi, birovdan xarj bo'lmay erta birovga berib yuborasiz bu deydi. Bu nima qildi? O'qiganda kim bo'ladi degan gap bor. Yo'q, unday 16-asrdagi gaplar bular. Hozir 21-asrda